Agar siz yoki yaqinlaringiz 60 yoshdan oshgan bo'lsa, bugungi gaplar sizga bevosita tegishli. Oxirgi paytlarda odamlardan juda ko'p shikoyat eshityapman. Yoshim 6dan o'tdi. Shifokor menga to'liq tekshiruv bermayapti. Kasalxonaga yotqizishmadi. Operatsiya qilish xavfli, yoshingiz o'tgan deyishdi. Maxfiy buyruq bor emish, 60 yoshdan keyin qimmat davolash qilinmas ekan. Mana shu mishmishlar, qo'rquvlar va real muammolarni bugun aniq qilib tushuntirib beraman. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u faqat pensionerlarga emas, har bir oilaga tegishli. Bugun siz yosh bo'lishingiz mumkin, lekin ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, qo'shningiz yoki ertaga o'zingiz shunday vaziyatga tushishingiz mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu mavzuda odamlarga amaliy yo'l ko'rsatadigan eng kerakli jihatlarni aytib beraman. Men avvalo bitta narsani ochiq aytaman. Tibbiyotda 60 yoshdan keyin davolashmaydi degan umumiy, rasmiy va qonuniy qoida bo'lishi mumkin emas. Inson 60 yoshdan oshgani uchun davolanish huquqidan mahrum bo'lmaydi. 60 yosh ham, 70 yosh ham, 80 yosh ham odamni shifokor qabul qilmasligi, tekshirib bermasligi yoki davolamasligi uchun sabab emas. Bemorning yoshi faqat bitta omil. Asosiy masala uning umumiy ahvoli, yurak, buyrak, jigar, nafas olish tizimi, qand diabeti, qon bosimi, insult yoki infarkt xavfi, dorilarga chidamligi va operatsiyaga bardosh bera olishi bilan bog'liq. Lekin nega odamlar davolashmayapti deb o'ylayapti? Chunki amaliyotda ba'zi joylarda katta yoshdagi bemorlarga nisbatan ehtiyotkorlik kuchaygan. Masalan, 35 yoshli odamga oddiy ko'rinadigan operatsiya 72 yoshli odamda katta xavf tug'dirishi mumkin. Shifokor operatsiyadan oldin xavf yuqori desa, bemor yoki qarindoshlar buni meni davolashni xohlamayapti deb tushunadi. Ba'zan esa afsuski ayrim mutaxassislar tushuntirishni to'g'ri bermaydi. Yoshingiz o'tgan, uyda yuring degan sovuq gap bemorning ko'nglini sindiradi va jamiyatda hali yoshdan keyin kerak emas ekanmiz degan og'ir xulosa paydo bo'ladi. Oldin ko'p joylarda bemor shifoxonaga kelganda ko'proq yotqizilar edi. Ko'proq ukol, sistema, antibiotik, profilaktika uchun davolash berilar edi. Hozir tibbiyot asta-sekin dalillarga asoslangan yondashuvga o'tyapti. Har bir ukol kerakmi? Har bir analiz zarurmi? Har bir bemorni yotqizish shartmi? degan savollar berilmoqda. Bu yaxshi o'zgarish, chunki keraksiz dori ham zarar. Masalan, 68 yoshli odamga sababsiz kuchli antibiotik berilsa, ichak mikroflorasi buzilishi, buyrakka og'irlik tushishi, allergiya bo'lishi mumkin. Lekin bu o'zgarish oddiy odamga noto'g'ri ko'rinadi. Avval yotqizishardi, hozir uyga qaytarishdi, demak davolashmayapti. Yana bir muhim o'zgarish, ko'p hududlarda tibbiy xizmatlar tartibga solinmoqda. Kim poliklinikada davolanadi, kim shifoxonaga yotadi, kim tez yordam orqali ketadi, kim reja asosida tekshiruvdan o'tadi. Bu tartib bo'lishi kerak. Ammo tartib odamga tushuntirilmasa, u meni rad etishdi deb qabul qiladi. Men ko'p ko'rganman. Bemorga shifoxonaga yotish hozir shart emas. Avval kardiolog, UTT, qon tahlili, EKG qilib keyin qaror qilamiz deyshadi. Bemor esa meni olmayapti deb uyiga xafa bo'lib ketadi. Aslida ba'zan shifokor to'g'ri yo'l tutgan bo'ladi. Ba'zan esa haqiqatan ham bemorning huquqi buzilgan bo'ladi. Farqini bilish juda muhim. Asosiy qiysim bit. Nimani bilish kerak, kim xavotir olsin. Kim xavotir olmasin, men sizga eng asosiy tamoyilni aytaman. Shifokor bemorning yoshiga qarab emas, holatiga qarab baholash kerak. Masalan, 32 yoshli ikki bemorni olaylik. Birinchisi har kuni piyoda yuradi, qoni bosimi nazoratda. Qandli diabeti yo'q, yuragi yaxshi, faqat o't pufagida tosh bor. Ikkinchisi 62 yoshda, lekin 3 marta infarkt bo'lgan, buyrak yetishmovchiligi bor, qandli diabeti 15 yildan beri yuqori, nafas qisishi bor. Ikkalasining pasportidagi yoshi bir xil, lekin tibbiy xavfi butunlay boshqa. Birinchisiga reja asosida operatsiya qilish mumkin bo'lsa, ikkinchisiga avval yurakni tekshirish, anesteziolog ko'rigi. Ehtimol operatsiyani kechiktirish yoki boshqa usul tanlash kerak bo'ladi. Kim xavotir olish kerak? Agar sizga yoki yaqinlaringizga shifokor hech qanday tekshiruvsiz, hech qanday yozma xulosasiz yosh katta davolanmaysiz desa, bu xavotirli holat. Chunki tibbiy qaror og'zaki, qo'pol va umumiy bo'lmasligi kerak. Qarorda sabab bo'lishi kerak. Masalan, qon bosimi 200 metr, yurak ritmi buzilgan, gemoglobin 7, kreatinin yuqori, o'pka yetishmovchiligi bor. Narkoz xavfi juda yuqori, ya'ni yosh emas. Aniq tibbiy ko'rsatkichlar aytilishi kerak. Ikkinchi xavotirli holat.
Og'ir simptomlar bo'lsa ham bemorni uyga qaytarish. Masalan, 6 yoshli odam ko'krak qafasida bosuvchi og'riq, sovuq ter, chap qo'lga tarqaladigan og'riq bilan kelgan. Bu infarkt belgisi bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda yoshingiz o'tgan, uyda dam oling degan gap bo'lmasligi kerak. EKG, troponin, qon bosimi, kislorod miqdori shoshilinch baholash zarur. Yoki 51 yoshli ayolda nutq buzildi, og'iz qiyshaydi, qo'l oyoq uvishdi. Bu insult belgisi. Bu yerda vaqt daqiqalar bilan o'lchanadi. Ertaga nevropatologga boring deyish xavfli. 3-xavotirli holat shifoxonada joy yo'qligi bahona qilinib, og'ir bemorga yordam kechiktirilsa. Joy muammosi bo'lishi mumkin, lekin shoshilinch holatda bemor ko'rilishi, birinchi yordam olishi. Kerak bo'lsa boshqa muassasaga yo'naltirilishi kerak. Yo'naltirish ham borib ko'ring emas, balki aniq qaysi shifoxona, qaysi bo'lim, qanday transport, qanday hujjat bilan kim xavotir olmasligi kerak. Agar shifokor sizni ko'rib, tekshiruv o'tkazib, hozir shifoxonaga yotish shart emas. Uy sharoitida mana bu to'g'ri, mana bu nazorat 3 kundan keyin qayta ko'rik desa, bu rad etish emas. Masalan, 63 yoshli odamda shamollash, tana harorati 37,B, kislorod 97%, nafas qisish yo'q, rentgenda pnevmoniya yo'q. Bunday bemorni shifoxonaga yotqizmaslik to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin unga tushuntirish, dori rejasi, qachon tez yordam chaqirish kerakligi aytilishi shart. Yana bir misol, 69 yoshli ayol tizzasi og'rigani uchun keladi. Rentgenda artroz bor. U meni tezda operatsiya qiling deydi. Shifokor esa avval vaznni kamaytirish, fizioterapiya, og'riqni nazorat qilish, revmatolog ko'rigi, qon tahlillari, yurak tekshiruvi kerak deydi. Bu ham davolashdan bosh tortish emas. Katta operatsiyaga tayyorgarlik bo'lishi kerak. Chunki protez qo'yish 6 daqiqalik oddiy ish emas. Qon ketishi, tromb infeksiya, narkoz xavfi bor. Yaxshi shifokor shoshilmaydi, xavfini kamaytiradi. Endi maxfiy buyruq degan gapga kelsam. Men bunday gaplarni har doim ehtiyotkorlik bilan tekshiraman. Odamlar orasida yuqoridan aytishgan, qariyalarni qimmat dori bilan davolamang deyishgan. Oltindan oshganga kvota bermaydi degan mish-mishlar yuradi. Aksariyat hollarda bunday gap aniq hujjatga emas, kimningdir taxminiga, navbat kutishdagi alamiga yoki noto'g'ri tushuntirilgan tibbiy qarorga asoslanadi. Lekin bu degani muammo yo'q degani emas. Muammo bor. Ba'zan navbat uzun, ba'zan kvota kam, ba'zan shifokor yetishmaydi, ba'zan bemor huquqi tushuntirilmaydi, ba'zan katta yoshdagi odamga e'tibor kam bo'ladi. Men aynan shu real muammoni ko'taraman. Huquqni bilmaslik va tibbiy qarorning shaffof bo'lmasligi odamlarni qo'rqitmoqda. Hayotiy misol keltiraman. 64 yoshli erkakda yurak tomirlari to'rayish aniqlangan. U stent qo'yish kerakligini eshitadi. Davlat yo'nalishi bo'yicha navbat bor. Xususiy klinikada esa narx, masalan, 15-30 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bemor poliklinikaga boradi, unga navbat kutasiz deyishadi. U buni yoshim oltindan o'tdi, pul sarflashni xohlamayapti deb tushunadi. Aslida masala yoshda emas, tizimdagi navbat va mablag'da bo'lishi mumkin. Lekin shifokor unga aniq aytishi kerak. Sizning holatingiz shoshilinchmi yoki rejalimi? Qaysi hujjatlar kerak? Qayerga murojaat qilasiz? Navbatni qanday kuzatasiz? Holat yomonlasa nima qilasiz? Boshqa misol, 76 yoshli ayolda son suyagi bo'yni sinadi. Bunday jarohatda ko'pincha operatsiya zarur bo'ladi. Chunki uzoq yotish o'pka yallig'lanishi, tromb yotoq yara sidik infeksiyasiga olib keladi. Lekin anesteziolog ko'rib, yurak xavfi yuqori desa, qarindoshlar operatsiya qilishmayapti. Yoshga katta deb tashlab qo'yishdi, deyishi mumkin. To'g'ri yondashuv qanday? Yurakni barqarorlashtirish, bosimni nazorat qilish, qon tahlillarini to'g'rilash, xavfni tushuntirish. Qarindoshlardan rozilik olish va imkon bo'lsa operatsiya qilish. Agar operatsiya mutlaqo mumkin bo'lmasa, bu yozma asoslanish kerak va parvarish rejasi berilishi kerak. Endi eng ko'p chalkashadigan joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Tibbiy ko'rsatma va bemorning xohishi har doim bir xil bo'lavermaydi. Bemor menga tomchi dori qo'ying, kuchli ukol qiling deydi. Shifokor esa kerak emas deydi. Bu davolamaslik emas. Masalan, 51 yoshli odamning boshi aylangan, u darrov sistema so'raydi. Lekin bosh aylanishiga sabab qon bosimi, quloq ichki muammosi, qondagi shakar, kamqonlik, yurak yeritma, hatto suvsizlanish bo'lishi mumkin. Sababni bilmasdan sistema qo'yish foydasiz yoki zararli bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, qimmat davolash har doim ham yaxshi davolash emas. Ayrim bemorlar menga eng qimmat dori yozmadi. Demak, yoshim sabab ayadi deb o'ylaydi.
Aslida 7 yoshdan oshgan odamda dori tanlash yanada ehtiyotkor bo'ladi. Chunki u bir vaqtning o'zida 5-6 dori ichishi mumkin. Bosimga, qandga, yurakka, qonni suyultirishga, oshqozonga. Yangi dori qo'shilsa, o'zaro ta'sir bo'ladi. Masalan, qonni suyultiruvchi dori ichayotgan odamga ayrim og'riq qoldiruvchilar berilsa, oshqozondan qon ketish xavfi oshadi. Bu yerda shifokor dori bermayapti emas, balki xavfini hisoblayapti. Uchinchi jihat kvota va bepul davolanish masalasi. Hamma davolash ham bir xil tartibda moliyalashtirilmaydi. Ba'zi tekshiruvlar poliklinika orqali, ba'zilari shifoxona orqali, ba'zilari maxsus yo'llanma bilan, ba'zilari navbat asosida bo'ladi. Odam buni bilmasa har eshikda rad javobi eshitgandek bo'ladi. Men shuni tavsiya qilaman. Har bir rad javob og'zaki bo'lib qolmasin. Siz menga yozma xulosa bering. Qaysi sababga ko'ra yotqizilmayapman? Qaysi mutaxassisga borishim kerak? Qaysi tahlillar kerak deb so'rashingiz kerak. Yozma xulosa paydo bo'lsa, masala aniq bo'ladi. 4-jihat. Shoshilinch holat bilan reja asosidagi holatni ajratish. Masalan, 6 yoshdan oshgan odamda qon bosimi yillar davomida bebexil to'qinim bo'lib yuradi. Bu xavfli, lekin har doim tez yordam bilan shifoxonaga yotish kerak degani emas. Unga doimiy dori, tuz cheklash, yurak tekshiruvi, qon tahlili kerak. Lekin bosim 2-20 bo'lib, ko'krak og'rig'i, ko'ngil aynishi, ko'rish buzilishi, hushdan ketish bo'lsa, bu shoshilinch holat. Demak, raqamning o'zi emas. Simptomlar va umumiy xavf ham muhim. 5-jihat, yoshi katta odamda kasallik alomatlari boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, yosh odamda pnevmoniya bo'lsa, harorat 30 ga chiqadi, yo'tal kuchli bo'ladi. Aytdimizki, yoshli odamda esa harorat bo'lmasligi ham mumkin. Faqat holsizlik, ishtaha yo'qligi, chalkash gapirish, nafas tezlashishi bo'ladi. Shifokor buni bilishi kerak, oila ham bilishi kerak. Harorati yo'q ekan. Demak, kasal emas degan xulos katta yoshdagilar uchun xavfli. 6-jihat, bemorning o'zi davolanishdan bosh tortishi. Ba'zan qarindoshlar shikoyat qiladi. Shifokor davolamadi. Tekshirsangiz, bemor operatsiyadan qo'rqib rozilik bermagan, dorilarni olmagan, tahlilga bormagan bo'ladi. Katta yoshdagi odamga qaror tushuntirilishi kerak, lekin uning roziligi ham muhim. Agar bemor hushyor, fikri joyida bo'lsa, u davolanishni qabul qilish yoki rad etish huquqiga ega. Biroq rad etish oqibatlari aniq tushuntirilishi kerak. 7-jihat, qarindoshlarning hujjat va tarixini bilmasligi. Shifokor uchun onamning yuragi kasal degan gap yetarli emas. Qaysi kasallik, qaysi dorilar, qachondan beri, qaysi operatsiya bo'lgan, qaysi doriga allergiya bor, qachon qondagi shakar qancha, kreatinin qancha. Hammasi muhim. 65 yoshdan keyin bemorda ko'pincha bir nechta kasallik birga keladi. Shuning uchun hujjatsiz borish ko'p vaqt yo'qotadi. Endi men sizga aniq qadamlarni beraman. Agar siz 6 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz uchun mas'ul bo'lsangiz, birinchi ish tibbiy papka tayyorlang. Bu papkada pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, ambulator karta nusxalari, oxirgi qon tahlillari. KKJ, UTT, rentgen yoki MRT xulosalari, shifoxonadan chiqarilgan epikrizlar, qabul qilayotgan dorilar ro'yxati bo'lsin. Dorilar ro'yxatida faqat nom emas, doza ham yozilsin. Masalan, enalapril 10 mg ertalab kechqurun. Metformin 1000 mg kuniga 2 marta, aspirin 75 mg kechqurun. Bu oddiy qog'oz ba'zan hayotni saqlab qoladi. Ikkinchi qadam, shifokorga borganingizda savollarni oldindan yozib boring. Men tavsiya qiladigan savollar. Mening tashxisim nima? Bu tashxis nimaga asoslanib qo'yildi? Yana qaysi tekshiruv kerak? Shifoxonaga yotish kerakmi yoki uyda davolanish mumkinmi? Qaysi belgi paydo bo'lsa tez yordam chaqiramiz? Dori qancha muddat ichiladi? Dori yo'l ta'siri qanday? Keyingi ko'rik qachon? Bu savollarni xotiraga ishonib emas, qog'ozga yozib boring. 3-qadam, agar sizga yotqizmaymiz deyishsa, darrov janjal qilmang, lekin aniq hujjat so'rang. Iltimos, ko'rik xulosasini yozib bering. Nima sababdan statsionar davolanishga ko'rsatma yo'q? Uyda davolanish rejasi qanday? Qaysi holatda qayta murojaat qilamiz deb ayting. Agar shifokor to'g'ri qaror qilgan bo'lsa, yozib beradi. Agar masala shubhali bo'lsa, yozma xulosa keyingi murojaatda sizga yordam beradi. 4-qadam, og'ir alomatlarda vaqt yo'qotmang. Ko'krakda bosuvchi og'riq, nafas yetishmasligi, hushdan ketish, yuz qiyshayıshi, qo'l oyoq falajlanishi, nutq buzilishi, qon ketish, qora najas, to'satdan kuchli bosh og'rig'i, bosim juda yuqori bo'lib alomatlar bilan kechishi, qandli diabetda hushni chalkashishi. Tana harorati, holsizlik bilan birga nafas tezlashishi bo'lsa,
poliklinika navbatini kutmang. Tez yordam chaqiring yoki shoshilinch bo'limga boring. Bu holatlarda ertaga ko'ramiz xavfli bo'lishi mumkin. 5-qadam. Ikkinchi fikr oling. Agar sizga operatsiya mumkin emas deyishsa, bu yakuniy hukm bo'lmasligi mumkin. Kardiolog, anesteziolog, to'r mutaxassis, boshqa shifoxona xulosasi kerak bo'lishi mumkin. Lekin ikkinchi fikrni tartibli oling. Barcha tahlillar bilan boring. Avvalgi xulosani ko'rsating. Menga shunchaki umid bering demang. Xavfni kamaytirish mumkinmi? Muqobil usul bormi? Reabilitatsiya rejasi qanday deb so'rang. 6-qadam. Murojaat yozishni biling. Agar siz haqiqatan ham e'tiborsizlik, asossiz rad etish, qo'pol muomala yoki shoshilinch yordam ko'rsatilmaganini ko'rsangiz, muassasa rahbariga yozma ariza qiling. Arizada sana vaqt bo'lim, shifokor ismi ma'lum bo'lsa, bemorning FIH tug'ilgan yili, murojaat sababi nima deyilganini aniq yozing. Bizni davolamadi deb umumiy yozmang. Masalan, 2026 yil 22 mart kuni soat 15. Uttumda falon poliklinikaga ko'krak og'rig'i bilan murojaat qildik. EKG qilinmadi, yozma xulosa berilmadi, shoshilinch bo'limga yo'llanma berilmadi deb yozing. Dalil qancha aniq bo'lsa, natija shuncha yaxshi bo'ladi. 7-qadam. Telefon orqali hammasini hal qilaman deb o'ylamang. Tibbiyot yoki gap uchib ketadi. Yo'llanma, xulosa, tahlil, retsept, epikriz ariza nusxasi sizda qolishi kerak. Agar ariza topshirsangiz, kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Bu sizni himoya qiladi. 8-qadam. Qarindoshlar o'zaro kelishib oling. Katta yoshdagi bemor kasal bo'lganda ko'pincha bir farzand boshqa gap. Ikkinchisi boshqa gap qiladi. Bir operatsiya qildiramiz deydi. Biri qo'rqadi, biri xususiy klinikaga olib boradi. Bir xalq tavobati deydi. Bu bemorni charchatadi. Oilada bitta mas'ul odam bo'lsin, u hujjatlarni yuritsin, shifokor bilan gaplashsin, dorilarni nazorat qilsin. Ayniqsa demensiya, xotira pasayishi, insultdan keyingi holatlarda bu juda muhim. 9-qadam. Profilaktikani kechiktirmang. 6dan oshdim. Endi baribir degan fikr eng katta xato. Aynan 6 yoshdan keyin qon bosimini nazorat qilish, qonni o'lchash, xolesterinni tekshirish, buyrak faoliyatini ko'rish, ko'z, oyoq tomirlari, yurak, prostata yoki ayollarda ginekologik nazorat, osteoporoz xavfi, emlash masalalari juda muhim. Kasallikni erta aniqlasak, davolash osonroq, arzonroq va xavfsizroq bo'ladi. 10-qadam. Shifokor bilan hamkor bo'ling. Lekin huquqingizni biling. Men doim aytaman, shifokor dushman emas, bemor ham yuk emas. Ikkalasi bir jamoa. Lekin yaxshi jamoada hamma narsa aniq bo'ladi. Bemor o'z holatini aytadi, shifokor sababini tushuntiradi. Qarindosh hujjatlarni olib keladi. Davolash rejasi yoziladi. Ana shunda maxfiy buyruq degan qo'rquv o'rniga aniq tibbiy yo'l paydo bo'ladi. Bugungi asosiy xulosam shuki, 60 yoshdan keyin odam davolanish huquqini yo'qotmaydi. Hech kim bemorni faqat yoshi sabab davolashdan chetlatish kerak emas. Lekin katta yoshda davolash xavflari ko'proq bo'ladi. Shuning uchun tekshiruv, tayyorgarlik, aniq ko'rsatma va yozma xulosa juda muhim. Davolashmayapti degan har bir holatni alohida ko'rish kerak. Ba'zida shifokor to'g'ri ehtiyotkorlik qilgan bo'ladi. Ba'zida esa bemor huquqi haqiqatan ham buzilgan bo'ladi. Agar siz shunday vaziyatga duch kelgan bo'lsangiz, sukut saqlamang, lekin shovqin bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Xulosa so'rang, ariza yozing. Ikkinchi fikr oling, shoshilinch belgilarni taning, tibbiy papka tayyorlang. Yaqinlaringizni yoshi o'tgan deb tashlab qo'ymang. Katta yoshdagi inson ham sifatli hayotga, hurmatga va davolanishga haqli. Sizning hududingizda 60 yoshdan oshganlarga munosabat qanday? Shifoxonada rad etish navbat o'ta. Qo'pol muomala yoki aksincha yaxshi yordam ko'rganmisiz? Izohlarda yozing. Men odamlarning real holatlarini ko'rib, keyingi videolarda eng dolzarb savollarga javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Bu ma'lumot bir kuni kimningdir sog'lig'i va hayotini saqlab qolishi mumkin.